Yo'l harakat qoidalariga barchamiz birdek amal qilishimiz zarur. Shuningdek, yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro bir-birlarini hurmat qilgan holda avtoulovlarni boshqarsa, turli ko'ngilsiz hodisalarning oldi olinadi. Afsuski, ayrim yurtdoshlarimizning o'ylamay qilgan ishlari kutilmagan oqibatlarga sabab bo'lmoqda. Sirdaryo viloyatida yo'l talashgan haydovchilardan biri mushtlashuv oqibatida vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida mushtumzo'rning ishi ko'rib chiqildi. Aynan mana shu bir marotaba tushirilgan musht oqibatida yuk mashinasi haydovchisi vafot etdi. Gap shundaki, Damas hamda Man rusumli yuk mashinasi haydovchilari o'zaro yo'l talashib urushgan. Voqea viloyatning Oqoltin tumanida sodir bo'lgan. Damas rusumli avtomashinasi haydovchisi yuk mashinasini boshqargan haydovchini urgandan so'ng u aynan mana shu kabi beton to'siqqa yiqilgan. Mushtumzo'r esa unga hech qanday yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketgan. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida ko'rib chiqildi. Janjal davomida Oqoltin tumanida yashovchi fuqaro Jizzax viloyatida yashovchi fuqaroni qasddan urib tan jarohati yetkazgan. Jizzax viloyatida yashovchi fuqaro olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. Sud majlisida ishga doir dalillar ko'rib chiqildi hamda guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Sudlanuvchi esa o'z aybiga iqror bo'lgan. Sud ushbu fuqaroni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandini aybli topib, unga nisbatan 9 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinladi. Jahl ustida o'ylanmay qilingan bir ish oila ustunidan ayirdi. Afsuski, muammoni aql bilan emas, mushak kuchi bilan hal qilmoqchi bo'lgan fuqaroning pushaymoni endi foydasiz. Sevara Rahmatqulova, Rustam Qosimov, Hudud informatsion dasturi uchun Sirdaryodan.